Hozir. Ha? Hormang. Assalomu alaykum. 5 daqiqa ismini bosam bo'ladimi? Aka, yopilganmizda. Ha. Mayli. Aha. Keling aka. Faqat 10 daqiqa, maylimi? Xo'p. Rahmat. O'ting. Ha, Qashqadaryoni chiroqchisiga borganmisiz? Yo'q. Men o'sha yerdanman. Bir do'stim Toshkentga kelsang, qo'ng'iroq qil, o'zim kutib olaman degandi. Keldim, lekin telefoni o'chiq. Uni ustiga mehmonxonaga boray yoki kafega kiray desam, karmonimni yo'qotib qo'yibman. Uzr. Toshkentda boshqa hech kimim yo'q-da. Ha, onasi mehmonlar kelgan bo'lsa yaxshi. Bo'ldi, kech qolmayman. Xo'p. Uka. Men tilanchi emasman. Faqat ozgina sovqotganim uchun kirdim. Mayli. Men boray. To'xting. Aka, menga qarang. Ko'ningizni og'ritgan bo'lsam, kechiring. Yo'q, siz xijolat bo'lmang. Men bora qolay. Sizni bu holatda tashlab keta olmayman. Bu meni imtixonim. Mehmonlaringiz kutib qolishdi. Xudoyim sizni menga mehmon qilib jo'natdi-ku. Baraka toping. Meni mushkullarimni oson qildingiz. Xudo sizni mushkulingizni oson qilsin. Rahmat. Qarang. Agar o'zingizga noqulay bo'lmasa, biznikiga yuring. Ha, yo'q, unday qila olmayman. Ha? Axir, uzr. Alo, Botir. Yaxshimisan, o'rtog'im? Ha, bormisan? Ha, shu yerdaman. Hozir tushuntiradilar. Manzilni aytib o'ring. Alo. Assalomu alaykum. Telefoningiz endi o'chmasin. Uzoqroqqa ketib qoldim-da. Katta rahmat sizga. Ha, shuncha o'tirib, ismingizni ham so'ramabman. Fayz. Men Abdusalom. Ha, bu sizga atalgan. Ba'zan qalam tebratib ham turaman. Shunaqami? Ha, bu bizni shoirimiz. Hayot sinov, yashash imtihon. Qoidalari juda ham aniq. Yaxshilikka yuzing burgan on mukofotga bo'lasan loyiq. Bir kimsani dilin og'ritsang, aslo qabul bo'lmas ihsoning. Ezgulikla yo'lin yoritsang, yarqiraydi qalbda iymoning.